Shinjon texnologiyasi asosida plyonka ostiga qo'shqotor ekilgan Zong 87 navi va bu o'ng tomonimizda ham qo'shqotor ekilgan, bu ham shu xorijiy Xilizong 87 navi ochiq maydonga. Mana shu dalada hozir Buxoro Chinjon kompaniyasi tomonidan o'sha xitoylik mutaxassislar kelib, mana fermerlarimizga o'zani parvarishlash agrotexnikasi bo'yicha tavsiyalar berilyapti. Birinchi navbatda bu yerda o'zani hozirgi mana shu farqidan ko'rish mumkinki, Shinjon texnologiyasini eng asosiy omillaridan biri shu plyonka ostiga ekish. Qo'shqotor hamda tomchilatib sug'orish shilanglari bilan bergandagina eng asosiy samarani beradi. O'zi gurkun o'sib bir xilda tekis rivojlanishi davom etadi va oxirigacha shu hosildorlik ham shunga qarab turib yuqori sentnerlarni olish imkoniyati bo'ladi. Endi ochiq maydonga mana qo'shqotor ekilgan. Bir xil tuproq sharoitida mana. Bu o'zi hozir mana ko'rib turibsizlar. Mana bo'yi hozir 10 sm atrofida. 4 tadan mana chimbar chiqargani bilan hali rivojlanish holati bunga nisbatan olganda juda ham katta farq qilyapti. O'zi bir kun muddatda ekilgan. Bu o'zani bo'yi mana 30 sm bo'lgan. Mana 6-7 tadan chimbar chiqargan, mana shona 2 tadan shona paydo bo'lgan. Har bir bo'g'in orasi mana 5-6 sm o'rtacha o'sishlar davom etyapti. Hozir mutaxassislar tavsiyasi bo'yicha bu yerga demak tezlashtirib birinchi kulimchatish o'tkazish kerak. Orqasidan keyin azotli o'g'itlar bilan birga 100-150 kg kaliyni berish kerak. Shu to'g'risida tavsiya berilyapti. Sug'orishga shoshilmaymiz. Agar sug'orish zarurati tug'iladigan bo'lsa, o'zani holati, tuproq sharoitidan kelib chiqib, har bir fermer o'zini dalasida shu 8 ta agatga tajriba uchastkasi qilib olishi mumkin o'zi. Shu yugurtirib g'ildirakka shu balon iziga cheres agatkalar suv qo'yib ko'rilsa, o'zi 3 kundan keyin paxtani holati aytadi. Agar o'zani shu nuqtasida yangi balki yashnab, to'q yashil bo'lib, yaltirab turgan bo'lsa, demak suv yoqdi. Agar sal sarg'ayishi, qizarib ketgan bo'lsa, demak o'sha o'zaga sug'orishga shoshilinmaydi. Demak, hali unda tuproqda nami yuqori bo'ladi. Mana shu dalada hozir mana sug'orsa bo'ladi, tangabark bo'lib, o'zani mana tanasi qatib mana rezinka bo'lib turibdi. Ayrim o'zalarda mana ko'radigan bo'lsangiz, o'zi ildizi nimjon rivojlangan bu originallarda. Yana ham yer qattiq bo'ladigan bo'lsa, o'q ildiz yaxshi ketmaydi, mana qorayishib turibdi. Mana o'sha ildizda bu mana ildiz tovon deydi, tikka ketmasligi, yerni qattiqligi, namlik yetishmasligi. O'sha mana shu o'zalarda hozir yengil sug'orish bilan tanani yumshatib olish mumkin. Ha, mana bo'g'in orasi birinchi hosil chog'i yerdan 25-30 sm ko'tarilgandan keyin yo'q, keyin sajam bilan buni har 8-10 sm da boshqarish mumkin. Mashina terishda ham keyin to'kib chala termaydi. Keyingi bo'g'in oralari 8-10 sm qilib rivojlanishi mumkin.